Leksimizni başlaymiz hürmetli vatandaş. Endilikte 3. parça leksimiz. Bugün çizgiler 2021 yıl 12. ayının 22. günü. Mavzumuz da hürmetli vatandaş. Hayat bir buzlukan bakaldığımızda. Prezident Vladimir Putin dokunuş 101 işten bişaret verdi. Mavzulu haber 12. ayının 21. gün Fransiya haber agentliği tarafından ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Rusya Federasyası Prezidenti Vladimir Putin 12. ayının 21. gün agahlandırıp mındak gösterdi. Rusya harbiy texnika aslahalarini kullanır. G'arb dünyasının Ukrayna to'qishi do'stona bo'lmagan Ukrayna to'qinishida do'stona bo'lmagan harakatlarga javob qaytardi. Fransiya agentligi xabar qilib, bunda ko'rsatdi. Bir necha haftadan beri Prezident Vladimir Putin Amerika va Amerika rahbarligidagi NATO'ning Rusya chegarasida ig'vogarchilik, jiddiylik paydo qilganligini aybladi. 21. günü söhbət e'lon qilib Prezident Vladimir Putin tunji qatam to'qnash portlashdan bishorat berdi. Prezident Vladimir Putin davlat mudofaa yig'inida mundaq ko'rsatdi. G'arb dunyosi ehtimolga yaqin holda aniq va ko'rinarli ig'vogarchilik qilish maydonida ching turadigan bo'lsa, undaqda ba'zi muvofiq harbiy texnika tadbirlarini qo'llanib o'ch olinadi. Yil oxiridagi xabar yana bir mavzu. Qachamdoq yoki qarish turamdoq. Jungoning Tayvanni qurolliq birlik keltirish to'g'risida tayvanliklarning ko'z qarashlari. Mavzuli xabar 12. ayning 22. kuni Amerika ovozining saytida programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq başlanadi. San Francisco o'tgan bir necha oydan beri Jungo aeroplanlari Tayvanni aylanib uchib, buningga qarta Washington qattiq pozitsiya bildirganda kishilarda to'qinish yuz berish ansizchiligi tug'ilib, endi bugun bu ansirak texam reallaşdı. Pul muomalasi asosidan pressiga chiqqan Qin Tayvan munda ansiraydiganligini bildirdi. Tayvanda yashaydigan Qin Tayvan oilasi ochlik, yemak, ichmak to'plab olishda, jug'lab olishni, ichadigan suv masalasini o'ylashgan. Bu mundaq dedi. Tayvan hujumga uchraydigan bo'lsa, men oilamni elib qochaman. Mana o chiqdi. Tayvan hujumga uchraydigan bo'lsa, men oilamni elib qochaman. Lekin yo'lovchilar aeroplani butunlay amaldan qoldirildi. Tajovuz qilish ehtimoli bor dedi. 52 yoshli Qin Tayvan. Aeroplan amaldan qoldirildi. Men nega qochaman? Tayvan Changrong Universiteti siyosiy sotsiologiya professori Li Xiaorong mundaq dedi. Tayvan xalqi Hong Kongda nima ishning bo'lganligini ko'rib bo'ldi. Bundan bas qo'rqyapti. Tayvanliklar Ommaviy ishlar komitetining Los Angeles shahri sho'ba boshlig'i Du Chaoping mundaq dedi. Tayvanliklar tajovuzchilarga butun kuchi bilan qarshi turdi. Tayvan qonun chiqarish komiteti diplomatiya hamda davlat mudofaa komiteti a'zosi Lin Hongju Amerika ovoziga mundaq dedi. Men xalqaro xabarlarga qarasam, faraz qilamanki to'qnash orqali yuz berdi. Biz to'liq tayyorlik qilishimiz lozim. Biz davlat mudofaa kuchimizga qo'l berishimiz lozim. Demak, yuqorida ko'rdingiz, Tayvanga to'qnash orqali yuz berdi debdi birisi, qochaman debdi birisi, qarashtiraman debdi birisi, hamda ommaning inkosi har xil bo'ladi.
Biroq bu narsa tushundirilayotgan narsa vatandosh Tayvan bo'g'ozini vaziyati mas'ul. Tayvan bo'g'ozining vaziyati.